televizorda izlemek bilan için oyim yolg'iz qolib kanalımıza ketdi. mutlak abone olun. Yur endi borib, birgalashib qarab turaylik deb meni olib kelgan edi. Nima qilyapsiz, ey? Kassada pul yo'q. Bu bolani oldirmaysan. Bu bola tug'ilishi kerak dedim. Axir Xudo bergan ne'matdan qanday qilib voz kechishimiz mumkin? Hadisdan oshmang. Shirin, men seni sevaman. Nimaga meni umuman eshitishni istamaysan? Jin ursin. Esini yeganmi bu? Nima shunchalik ham doriga mukkasidan ketib qolganmi? Baribir shu biznesing parokanda bo'ldi. Bu yetmaganda bolangdan ham ajralib qolding. Oyi, iltimos, siz ham qiynamang. Kelinimiz yaqinda Xudo xolasa oyoqqa turib yuboradi deb umid qilib turibmiz. Keliniz? Ayol kishini ham tushunish kerak. Ha deb ayb qidirvermasdan. O'z bolasini o'z qo'li bilan nobud qilgan ayolni qanday tushunish mumkin? Yolg'onni ham qiyib yuborar ekansiz-a? Nimaga yolg'on gapiraman, onajon? Hozir. Xayrli kech. Tinchlikmi? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uzr, kech bo'lsa ham kelaverdim. Shu yerdan o'tib ketayotgandim, bir kirib o'tay dedim. Sen nimaga bizni uyimiz atrofidan o'tib ketaverasan? Har doim o'tib ketayotgandim deb gap qilasan? Shartta gapir. Men Gul ko'tarib olsan. uzr, men amakimni ko'rgani kelgandim. Amakinchi allaqachon uxlab qolganlar. Bo'pti, yaxshi bor. Shoshma Zumrad. Zumrad. Dadam uyg'onibdilar. Kirsam bo'ladimi? Bor, jo'nagin. Tort qo'lingni. Nima? Sen eshitasanmi odammi? Erkakmisan o'zi? Menga qara. Obro'yim borida sur. Hali ham chiroyli muomala qilyapman. Tushundingmi? Surbotdan. Menga qara. O'zi bir qo'riqchi bo'lsang. Nimaga xuddi dunyoni ushlab turgandek gapiryapsan? Men sevgan qizim oldiga kirishim kerak deyapman. Bo'lmasa, men o'zim bilardim. Surbotdan. Tushundingmi? Olifta. Jo'na. Gapimni tushunmadingmi, ha? Sen bilan hali kelib gaplashaman. Shirin. Jinnisan. Hammasi rasvo bo'ldi. Men siz zerikib o'tiribdilar deb shartta kelaverdim-da. To'g'ri qilibsan, bolam. Rostdan ham zerikkandim. Bilaman-da. Ko'nglim sezadi. Qizim? Mehmonga choy bermaysanmi? O'zi quyib oladi. Komil? Hov. Tinchlikmi? Ha, tinchlik, bilasiz-ku. Ha, aytgancha. Ukollaringizni kim qilyapti? Hamshira bormi? Ha, qo'shnimiz bor. Ha, istasangiz
Meni bir tanishim bor. U ham hamshira. Yo'q, rahmat bolam. O'zimizni hamshiramiz bor. Yo'q deyishga shoshilmay turing, amaki. Siz uni rasmini bir ko'ring. Mana. Beva ayol amaki. Necha yildan beri yolg'iz yashaydi. Yo'q. Menga qara. Sen uyalmaysanmi? Odam ham shunaqa bez bo'ladimi? Ha, uzr, bu shunchaki hazil edi. Ahmoq. Tinchlikka o'xshamayapti. Bilmasam amaki. Hey, e'tibor qilma qo'y bolam. O'zi bitta blogerga yo'q deganimga jahli chiqib yuribdi. Bloger? Ha. Jalol, Labay aka, bitta kalyan tayinla. ichkari kirasizmi aka? Yo'q, shu yerda chekaman. Aka, undan ko'ra chekmay qo'yavering. Bu nima deganing? Shohroq akam kelib qolsalar yana bizdan xafa bo'ladi-da aka. U shundoq ham muammoni ustida yuribmiz. Birinchidan, menga aql o'rgatma. Ikkinchidan, Shohruh bugun kelmaydi. Uchrashuvda. Qanaqa uchrashuv? Shu qizi bilan. Yo'q-e. Shohruh akani bunaqa odatlari yo'q edi-yu. Ha endi, u ham uylanish kerak-ku. Shohruh akamni to'yi bo'lyaptimi? Ha, tez orada bo'lib qolsa kerak. Borib mazza qilib o'ynar ekanmiz-da, ha? Ha, o'la. Likillab endi to'yda o'ynab yurishing qoluvdi. Ha, nima qildi aka? Hamma o'ynaydi-yu. Menga qara. Normalniy erkak hech qachon o'ynamaydi. Bilmasang bilib ol, tushundingmi? Ha. Yo'q-e. O'zi o'ynagan videolar telefonimda turibdi. Ko'rsataymi? Hey, bor, ko'p gapirma, kalyan tayinla. Xo'p, aka. U ishlari ham jonga tegdi. Qariyapmanmi, nima balo? Charchab qolyapman. Shu bir amallab shu Guljamolimni olib kelib olsaydi, yaxshi bo'lardi-da. Gulnora? Labbay Farida opa? Nima qilib turibsan? O'zim shunchaki nafas rostlay deb turgandim. Qolganlar qani? Haligi hovliga chiqishgandi. Shunaqami? Unda choy damlab olib chiqarsana. Xo'p, Farida opa, shoshmang. Nima gap? Kechagi masalani o'ylab ko'rmadingizmi? Nimani aytyapsan? Guljamolni qaytarishni aytyapman. To'g'risi, o'zim birozgina qiynalyapman. Uni ustiga dadasi ham ketadi. Ering qayerga ketyapti? Toqqa, o'zini ishlariga. Shunga Farida opa, iltimos, Guljamolni qaytarib olib kelaylik. Va'da beraman, hech qanaqa muammo qilmaydi. Kerak bo'lsa, xo'jayiningizning ko'zlariga umuman ko'rinmaydi. Faqat Akbarjonga qarab, tozalab yuradi. Gulnora, har kuni bitta gapni gapirib boshimni qotirmagin. Shundoq ham rasvo kun bo'ldi bugun. Oho, sizlarga mazza. Salqin havoga chiqib olgansizlar. Mani hech kim taklif ham qilmaydi. Obba, ja qiziqsan onasi. Xuddi biz restoranga ketdik-ku, sen uyda qolib ketding. Taklif qilmadinglarmish. Shu ham gapmi endi? Ha, nima qilib? Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abone olun.
chaqirish kerak edi. Onasi, yur hovliga chiq, gaplashib o'tiramiz deganimda, sen nima dirding? Shu ham taklifmi? Undan ko'ra birorta restoranga boraylik, hovliga o'zim ham chiqa olayman deb aytgan bo'larding. Sizga gap topib bo'lmaydi. Ko'rdingmi? Sani fe'lingni mana o'g'ling ham biladi. Dadasi. Har bitta narsadan mayda gap topurmagan onasi. Ana yoshlar ham kelishdi. Assalomu alaykum. Jamoat jamku. Xayrli kech. Va alaykum assalom. Bir san bilan yangi kelinim kamlik qilyotdi-da. Oyi, keliningizni uyaltirmasangiz-chi? O'zi shundoq ham uyga kelmoqchi emas edi. Zo'rg'a ko'ndirdim. Keliniz dedingmi? Demak, kelishyapsizlarda. Demak, kelinimiz ham rozi. Shundaymi? Menga qara. Kayfiyatingni ko'tar, hammasi yaxshilikka. Jinnimisan? Hozir bo'lgan ishda qanaqa qilib yaxshilik bo'lishi mumkin, o'rtoq? Yaxshilikmi? Mana restoranga kelganingda bekordan bekorga rasxot qilarmiding? O'rtoq, shuncha pul yoningda qoldi. Hozir maza qilib ovqatlanamiz. Men nima deyapman, sen nima deyapsan? Ovqatdan boshqa darding bormi seni? Og'ayni, bekorga aytishmagan. Avval iqtisod, keyin siyosat deb. Qorinni to'qlash kerak-da. Kim yashlaydi? Hozir o'zi qorning och. Yana hech narsa buyurtma qilmading. Och qoringa miya qanaqa qilib ishlaydi? Endi foydasi yo'q. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Aytyapman-ku, og'ayni. Sen shunchaki o'zingga kelishing kerak. Hech bo'lmasa birorta shirinlik buyurtma qilaylik? Yo'q. Mayli, imkonni qo'yib tur. U bechora mendan iltimos qilgandi. Yonimda turib bering. Yoqtirmagan odamimga turmushga berishmoqchi edi. Meni oldimda yigitim rolini o'ynab bering degandi. Tushunyapsam shuni? U meni yigitim degandi. Endi bu gapni hech qachon eshitmasam kerak. Bu gapni o'ziga shuncha xursandsan-e? Agar to'y-po'ying bo'lib qolsa, bosar tusaringni bilmay qolsang kerak. Yoki xursandchiligingdan yorilib ketasan. Ovqatni olib kelisharmikin-a bugun? Yo'q, unaqa emas. Shohrux, o'g'lim, men senga shunaqa tarbiya berganmidim. Men nima qildim, dada? Bitta shu qizni ko'nglini ola olmasang, nima qilib yursan erkakman deb. Menga qara. O'zi qo'lini so'radingmi? Biz gaplashdik. Biz hali o'ylab ko'rishimiz kerak. Qaror chiqarishga shoshilmaylik. Tinchlikmi? Nega darrov o'zgarib qolding? Voy dadasi, men buningizni bilaman. O'g'lingizga gap uqtirib bo'lmaydi. Doim nimanidir bahona qiladi. Qani, hozir qizni yonida so'raymiz. Qizni senga nimasi yoqmadi? Oyi. Esing joyidami? Nimalar deyapsan? Shirin bizga begona emas, o'zimizni qizdek bo'lib qolgan. Meni noto'g'ri tushunmaydi. Lekin mana bu o'g'lingizga ko'p qizlarni suratini ko'rsatganman. Unisi unda, bunisi bunda deb hammasidan ayb topgan. Eng qizig'i dadasi, bularning hammasi bahona edi. Qanaychi, Shirindan nima ayb topding? Mana ko'rdingizmi dadasi, gapira olmaydi. Chunki aybi yo'qdi. Juda oshirib boryapsiz.
man u darajada qilmaganman. O'g'lim, bo'ldi. Shirin qizim, sen uyalmay, dilingdagini tortinmay aytaver. Agar o'g'lim senga yoqmayotgan bo'lsa, ochiqchasiga aytaver, bolam. Bo'lmasam, bekorga unaqa cho'zib yurmaylar. Dada, oyi, bizani uyaltiryapsizlar. Buni uyaladigan joyi yo'q, bolam. Nima qilay? Sen o'zing qo'lni so'ramaganingdan keyin seni ishingni nima qilyapman-da? Xullas, gap bunday. Shirinni uydagilari allaqachon rozi bo'lishgan. Hozir gap faqat sizlarda qoldi. Men bilmasam. Men bilmadim. Uydagilarim nima degan bo'lsa shu. Mana bu boshqa gap. Ko'rdingmi onasi? Zo'r bo'ldi dadasi, qoyil sizga ham. Mana ham temirni issig'ida bosaydi. Qani? Ana. Baxtli bo'linglar qizim. Mana bu ish boshqacha bo'ldi, bolam. Barakallah. To'y. Tabriklayman o'g'lim. Mayli, baxtli bo'ling. Rahmat. To'y bo'ladi. To'y bo'ladi. O'ynaymiz. Ha, o'g'lim, to'y bo'ladi. Baxtli bo'ling. To'y bo'ladi. O'ynaymiz. Nimadir kerakmi? Yo'q. Shunchaki senda gapim bor edi. A meni senda gapim yo'q. Dadang nega unaqa deyaptilar? Nima dedilar? Dadangga jahl qilib yurgan ekansan. Senga nima? Zumrad, men xavotir olganim uchun so'rayapman. Balki yordamim tegar. Shunaqa degin. Mayli, unda yordam ber. Dadam davolanishni istamayaptilar. Qo'lingdan kelsa ularni ko'ndir. Nima? Hozir davolanmayaptilarmi? Kecha meni uyga tashlab qo'ygan yigit bloger. U dadam operatsiyasi va davolanishlariga ketadigan pullarni hammasini yig'sak bo'ladi dedi. Lekin buni dadam eshitishni ham istamayaptilar. Qanday qilib yig'arkan? Ko'chadagi odamlardanmi? Shunaqa. Faqat unga bir ikkita video qilib berishimiz kerak. Tushunarli. Amakimni bo'lsa, g'ururlari yo'l qo'ymayapti-da. Sen ulardan xafa bo'lma. Endi erkak kishi Nima? Erkak kishi g'ururni saqlash uchun o'lib ketish kerakmi? Hatto meni ham o'ylamayaptilar. Ha, o'g'lim, xudo xolasa to'y bo'ladi. Maza qilib o'ynaysan. Ilohim baxtli bo'lgin. Aytganingiz kelsin. Voy, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Voy, Farida opa. Voy, nimalar bo'lyapti? To'y bo'lyapti. To'y? Buncha xursandsilar? Nimani nishonlayapmiz? Shohruh bilan Shirinni roziligini oldik. Ana endi bu yog'i to'y. Voy, yanami? Voy, tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Voy, tabriklayman. Tabriklayman. Baxtli bo'lishsin. Rosa xursand bo'l. Voy. Samira, nima bo'ldi? Men bilmasdan, xonim. Samira, yaxshimisan? Gapirsang-chi. Darrov suv qo'yib muz bosinglar. Xo'p, yuring. Voy xudoyim-ey. Palakatni qarang dadasi. Samira dedingmi? Cho'chib ketdim shekilli dada. Meni ham o'takam yorildi dadasi. Bo'p, sen borib keliningga qara. Xo'p. Ha,
Shirinni ham chaqirgin, qarab qo'yadi. Xo'p bo'ladi. Mana Shirinni ham roziligini oldik. Ha? Nimaga ranging boshqacha? Yana urushdinglarmi? Urush qayoqda? Uyda yo'q-ku. Yo'q bo'lsa nega buncha qolib ketding? Taqillatib kutib turdim-da, ochmadi eshikni. Namuncha siqilding ey. Ana u yigit uni olib ketdi-da, tushunyapsanmi shuni? Lekin nega haligacha uyga qaytmagan? Agar u kuch bilan ushlab turgan bo'lsa-chi? Jinnimisan? Nimalar deyapsan? Nima uni majburlab olib ketganmidi? Bilmayman. Qanaqa zamonda yashayapsan? Hozir birovni o'rlab ketadigan zo'ravonlar davri emas. Unaqa pastkash odamlar doim bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi. Ichim yonyapti, oshna, ichim yonyapti. Bo'ldi qilay. Qizing allaqachon kelib uyda uxlayotibdi. Toming ketyaptimi sani? Agar o'sha odam xavfli bo'lmaganda, nega mendan yordam so'raydi? Nima degandi o'zi? Meni majburlab turmushga berishyapti degan. Yigitim bo'lib meni qutqaring degandi. Xo'p, oddiy kuyovlikka nomzod bilan uchrashuvga chiqibdi. U odam ham bir ko'rganda o'g'irlab ketmasa kerak. O'zing o'yla. Agar shunchaki nomzod bo'lganda, Shirinni o'zi yoqmadingizda, uchrashuvni o'zidan ketib qolsa bo'lardi-yu. Lekin u mendan yordam so'radi. Yana uni ustiga qayta-qayta kelyapsizmi deb qo'ng'iroq qilib SMS yozdi. Tushunyapsanmi shuni? Unda bilmadim. Amaki, Ha, Komil. sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima ekan gapiravur? Siz Zumradni kimga tashab ketmoqchisiz? Tushunmadim. Siz uni shu uyda, shu holatda yolg'iz tashlab ketishga rozi bo'lib, o'limingizni kutib yashayapsizmi? Uzr, bu juda qo'pol eshitiladi. Lekin so'ramasam bo'lmaydi. Men ham shuni o'ylab, uni turmushga bermoqchisiz. Shunaqami? Yaxshi. Lekin o'sha shoshilinchda topilgan kuyovingiz yaxshi inson bo'lib chiqishiga kim kafolat beradi? U qizingizni sizdek asrab avaylarmikin? Sizdan keyin uni yarimta bo'lib qolgan ko'ngliga qarab o'tirarmikin? Hech kimi yo'q, g'irt yetim xotinni izzat ikromini joyiga qo'yarmikan? To'g'ri, u juda ham sabrli qiz. Lekin hozir orqasida hech kimi yo'q insonni hurmat qilishmaydi. Shubham yo'q. Zumrad kimga tegsa, borgan joyda toshdek qotib o'rganib ketadi. Eri ichadigan chiqsa ham, uradigan bo'lsa ham, ustiga xotin olib xor-zor qilib tashlasa ham, Zumrad ko'nikib ketadi. Chunki shunga majbur bo'ladi-da. Uni himoya qiladigan hech kimi yo'q. Hatto boradigan joyi ham yo'q. Bu uy ham ijara-ku, to'g'rimi amaki? Qaytanga erim haydab yormasin, och nahor ko'chada qolib ketmay deb indamay xizmatini qilib yashashga majbur bo'ladi. Siz esa hammasidan osongina qutulib ketasiz. Mana nega davolanishni istamayapsiz? Voy men ahmoq. Ko'r bo'lib qolsam bo'lmasmidi? Shunchalik ham dovdir bo'lamanmi? Kelin ish qilib og'rimayaptimi? Yana muz bormi? Voy, bor, hozir. Mana, solaveraymi? Ha, soling. Voy, qizarib ketibdi-ya. Yaxshimisiz? O'zi nima bo'ldi? Siz to'yga rozilik beribsiz-ku? Shuni xabarini eshitib, hayolim ketib qopti yana to'y bo'lar ekan deb. Bilmasdan Samiraga urilib ketdim.
endi damlangan qaynoq choy ustilariga quyilib ketdi. O'zi kutilmagan ish bo'ldi-da. Hammalar so'raganiga men ham yo'q deya olmay qoldim. Nega yig'layapsiz? Hali ham og'riyaptimi? Ha. Juda qattiq og'riyapti. Uzr Zumrad, Nimaga? biroz oshirib yubordim. Sen ayni haqiqatni gapirding. Yo'q Zumrad, bu dunyo unchalik zalolatga botgan emas. Yaxshi insonlar ko'p. Bo'lmagan gap. Endi yumshatishga urinma. Hammasini to'g'ri aytding. Baribir amakimga nisbatan biroz hurmatsizlik bo'ldi-da. Ayni kerakli payt kerakli gaplar bo'ldi. Balki endi tuzalishga harakat qilarlar. Ilohim shunaqa bo'lsin. Ha, sen mendan xafa emasmisan? Bugungi ish uchun yo'q. Kechagi uchunchi? Men hali kechirmadim. Mayli Komil. Uyga boraqa kech bo'lib qoldi. Mayli. Yaxshi qol. Komil. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Rahmat senga. Arzimaydi. Nega uf tortyapsan? Tinchlikmi? Endi tinchlik bo'lmasa kerak, oyi. Vahima qilma. Sekin-asta hammasi iziga tushadi. Yo'q, bu kuyovingiz endi arazlab yuradi. Ha, u ham odam. Uni ham jahli chiqadi. Mana, telefoniga yana javob bermayapti. Balki uxlayotgandir, dam olayotgandir. Shu paytda hali vaqtli-yu. Bugun ko'ch-ko'roni ko'tarib charchadi bechora. Qancha narsa tashiganini bilasanmi? Biznikini ham qo'shib tashidi bechora. Nima qildi? Tashiydi-da. Ey Feruza, o'zingdan ketma. Kuyov bunga majbur emas. Birga yashagandan keyin qiladi-da, oyi. Ana shu gaping noto'g'ri. Birga yashayotganini gapirmagan edi, shuncha gap yo'q edi. O'zing ahmoqsan. O'zi alamani qanday olishini bilmay yurgandi. To'g'risini aytsam, hozir men ham sendan qanday qilib alamimni olsam ekan deb turibman. Homilangni oldirganing uchun. Oyi. Shunaqa. Nimaiki qilsang uni javobi bor. Siz faqat kuyovingizni yonini olasiz, bilasizmi? Erkak bo'lganda sizlarga bola haqida hech qachon aytmasdi. Ular yosh bolaga o'xshab darrov chaqib berganini qarang. Yana mana xotinlarga o'xshab arazlab telefonini ham olmayapti. Sen qiz odam bo'lmas ekansan. Kuyovimga Xudo sabr bersin. Shohruh aka hammasini uyushtirib yurgan ekansiz-da. Men bo'lsa shuncha kundan beri siqilib ichetimni yeb yurgan ekanman. Ichimga chiroq yoqsa yorishmay yurgandi. Hozir bo'lsa juda ham baxtliman. Samarqandda zinadan chiqqanimizda men sizni tilagandim.
Samira. Seni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasan, ha? Seni qanchalik sevsam, hozir shunchalik uylanishga majburman. O'zingizni aldamang. Hech kim sizga uylandigani yo'q edi. O'zingiz boshladingiz hammasini. Mana bu uyda yurishim seni hayoting uchun xavfli. Bu uydan ketishimni yagona yo'li uylanish. Boshqachasiga meni qo'yib yuborishmaydi. Bilaman, hozir ko'zingga ahmoqdek ko'rinyapman. Lekin ishon. Bir kun kelib meni haqligimni tushunasan. Yo'q, tushunmayman. Chunki siz hech qayerga ketmaysiz. Samira, Keta olmaysiz. Chunki mendan kechib Shiringa uylana olmaysiz. Bunga bardoshingiz yetmaydi. Bog'bondan qutuldim shekilli. Mana endi hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kim bo'ldi endi? Hoy uka. Eshityapsanmi? Meni chaqiryapsanmi? Ha, sen bu yoqqa kel. Nima gap? Sendan so'rash kerak, nima gapligini. Meni uyim oldida nima qilib turibsan? Ha? Hey, senga gapiryapman. Savol berdim senga, eshitdingmi? Yo, o'g'rimisan? Nimadir reja qilyapsanmi? Hey, bilib qo'y bola. Hamma yoqda kamera bor. Kamera yo'q bu yoqda. Mana, meni ko'zlarim kamera. Qo'limga tushsang, shunaqa uraman. Bir umr o'zingga kela olmaysan, xo'pmi? Hey. Sur ey kalta. Sen nimaga o'zingga ketyapsan, ha? Kimni kalta deyapsan sen, ha? Hey. O'zingni bos. Nima baqiryapsan? Kichkina o'zingni bos, qo'y ortidan. Nimalar deyapsan, ha? Hozir bor-u. Men seni urib jag'ingni yorib qo'yaman. Asabimga tegma, o'zi shundoq ham alamimni kimdan olishni bilmay yuribman. Yo. Siz shoshmay turing-da. Men qarang. Tinchlikmi o'zi? Nega alamzada bo'lib biz uyimizga termilib turibsiz? Bu uyda bu xonadon egalarida adovatingiz bormi? Yo'q. Nima sen shu uyda yashaysanmi? Ochig'ini aytsam yo'q. Haydovchiman. Nima? Nima qilyapsan? Nima, haydovchilar odam emasmi? Qisqasi, Shirin degan qiz shu yerda ishlash kerak. Uni taniysanmi? Yo'q. Men yangiman. O'lay agar, men hech kimni tanimayman. Tushundingmi? Ha, oyi. Shirin, yaxshimisan? Yaxshi, tinchlikmi? Nimaga bunaqa gaplashyapsan oying bilan?
Uf, nima qilay oyi? Kunmi tunmi farqi yo'q, o'ylamasdan telefon qilyapsiz. Uxlayapman oxir. Ey, tong otdi. Hoy qiz, vohliroq tur. Yana tag'in qudalari uyda uxlayapsan kech-kecha. Ey xudo, oyi. O'zi sen ataylab qilyapsan-a? Qanday qilib bo'lsa ham Shohruxni ham Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. o'ylasini ham o'zingdan aynitmoqchisan. Yo'q, oyi, unaqa emas. Men xalqi bo'ldim-u. Nimani hal qilding? Shu, bularga roziligimni aytdim. Voy, nimalar deyapsan? Ular hali suvchilikka ham kelmadi-ku. Bu nima qilganing, Shirin? Oyi, nima istaysizlar mendan o'zi? Axir o'zingizlar majbur qildinglar-u. Bizga aytishing kerak edi. Biz javobini aytardik ularga. Sovchilikdan keyin albatta. Hech bo'lmasa, uchrashuv bo'ldimi o'zi? Ha, oyi, uchrashuv ham bo'ldi. Oilaviy bayram ham qilib bo'lishdi bular. Qisqasi, sizlar istagan hamma narsa bo'ldi. Yaxshi. Bu boshqa gap. Barakalla qizim. Bo'pti, oyi, keyin gaplashamiz. Xo'p, tur endi sen ham. G'aflat bosib yotmasdan. Xo'p dedim-u, turaman, oyi. Bo'pti. Mayli qizim. Sen o'zi aqlli qizsan-ku. Assalomu alaykum. Dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum dada. Yaxshi dam oldingizmi? Mana oyi. Yaxshi uxladingizmi dadasi? Kayfiyati yo'q ko'rinadi. Kayfiyatim joyida. Kuyoving kelmadimi? Yo'q. Nima kelaman deganmidi? Ha, u menga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz kuyov? Ha, rahmat dada. O'zinglar yaxshimisizlar? Nevaram keldimi? Ha, qoldi bilasiz-ku. Ishdan kirishi bilan kaptok tepib ketadi-da. Yaxshi-da. Qani o'tiring kuyov, nonushta qilamiz. Xo'p bo'ladi. Sevgilim, yaxshimisan? Bu gapni qayerdan o'rgandingiz? Kitobdan. Yoqmadimi? Avval hech ham bunaqa demassiz. Endi doim aytaman. Chunki men seni sevaman. Qo'ysiz chek baraka. Rost aytyapman. Og'riyaptimi? Yo'q. Yaxshiman. Kecha juda qo'rqib ketdim. Senga achindim. Menimcha Gulnora opa ataylab qildi. Nimaga unaqa deyapsiz? U seni yoqtirmaydi. Unaqa emas, sizga shunaqa tuyulgan.
Men uni uydan haydayman. Akbar aka, buni hech ham keragi yo'q. U hech narsa qilgani yo'q. Mana o'zim borib urildim unga. Ko'zlaring qizarib ketibdi. Yaxshi uxlolmadim. Men tashqariga chiqay. Choy dedi. Qizim, Hmm. nima? Yaxshi uxlolmadingmi? Yo'q, yaxshi dedi. Ko'zlaring nega shishgan? Bilmasam, shishmagan-ku. Bugun ishga chiqasanmi? Yo'q, Nega? ishdan bir haftaga deb javob olganman. Axir uyda o'tiraverib zerikib ketasan-u. Mana hozirdan boshlanibdi. O'zingdan o'zing yig'lashlaring. O'zimdan o'zim Ishga chiqaver qizim. Bunaqa o'tirma. Men o'zim eplayman. Keyin qizim, mana u blogeringni chaqir. Bir gaplashib ko'ray. rostdan. Rahmat dadajon. Nabira juda ham sho'xda dada. Kuni bilan kaptok deb charchamaydi. To'g'ri aytasiz kuyov. Buncha quvvatni qayerdan oladi bu bola bilmadim. Men ham shuni aytaman-da. Umuman charchamaydi. Uni bir futbolga olib borsam ekan deb o'ylab turibman. Yaxshi o'ylabsiz. Sport eng zo'r tanlov. Ha, xudo xolasa, o'zi to'xtamasdan yaxshi harakat qilsa, u o'lma zo'r futbolchi chiqadi-da. Xudo xohlasa. Kuyov, Labay dada, men sizdan uzr so'ramoqchiman. Iyi, nega? Qizimni qilgan ishi uchun-da. Yo'q, dada, siz nima uchun uzr so'raysiz? Yo'q kuyov. Har holda biz uni sal erkalatib yuborgandaymiz. Yoshligidan o'zini fikriga ega bo'lsin, kuchli bo'lsin deb harakat qilganmiz-da. Mana Xudoga shukr yaxshigina biznesmen bo'ldi. Hali bu vaziyatlardan ham chiqib ketadi. Lekin oilasiga nisbatan qilgan ishi noto'g'ri bo'ldi. Shuning uchun o'rniga men sizdan kechirim so'rayman. Dadajon, odamni hijrotga qo'ymay unaqa. Uzr kuyov. Endi iloji bo'lsa bu ishni orqasidan quvib yurmanglar. O'tgan ishga salovat. Xo'p bo'ladi dada. Siz tushundim, xavotir olmang. Hech qachon bunaqa paytgacha uxlamasding bolam? Endi bir uxladim doyga. Jonim bilan boraman Zumradxon siz uyingizga. Men sizga manzilli boraman. Vaqtingizga qarab kelavering. Uyda bo'lamiz. To'ydan keyin hech kim sizni kallay sahallab uyg'otmaydi. Mazza qilib bemalol uxlaverasiz. Axir bilasiz-ku, uyimizda xizmatkorlar bor. Ha, deb biznesga yopishmasdan avval oilani o'rniga qo'yib qo'y. Ko'zing ochiladimi sen qizi? Oilamga nima qildi oyi? Nima bo'lgan taqdirda ham. Avval siz bilan maslahatlashishim kerak edi. Ikkalasi bir-biriga juda ham mos ekan. Agar kelishib ketsa, juda ham chiroyli juftlik bo'lardi. Xudo xolasa. Meni hech qayoqqa ishga olishmagandi. Keyin siz ishxonangizga ishga kirish uchun o'zimni shunaqa tutgandim. Yaxshi. Yelkalaringizni tekis qilishga harakat qiling. Yangi uyga ko'chishibdimi? Bizni ham taklif qilsangiz bo'lardi. Namuncha xonasiga qamalib olmasa bu qari pullak. वीडियो देख रहे वीडियो में देख रहे तो उनका मर्डर बचे वीडियो देखो मेरे दोस्त
7 बजने वाला है, 7 बजने वाला है। अभी तक देख लो दिन नहीं बैठा, देख लो सऊदी अरब में। देखो खजूर, देखो ये बरसीन है भाई, इसको बोलते हैं बरसीन। यहाँ पे सऊदी अरब में ये बरसीन है। देखो जैसे बाजरा जैसा लगा है, ये बरसीन है। जैसा पानी हुआ गया वो होता है क्या कहते हैं जंगलों में भरोग जैसा, उसी तरह से है ये। इसको बोलते हैं यहाँ पे बरसीन। ये बकरी देखो किस तरीके से चिल्ला रही है। अभी भाई बहुत ज़्यादा उजेला दिख रहा है सऊदी अरब में भाई। देखो दूसरे रूम से इस रूम में तो बकरी लाई गया है, इसलिए इतना ज़्यादा शोर कर रही के। सर अभी तो कूलर ही नहीं बंद हुआ है यार। पहले भाई कूलर बंद कर देता हूँ। देखो बकरी कूलर की हवा खाती है भाई, कूलर पहले बंद कर दे। पहले इसका पैप भी तो बाहर निकालना पड़ेगा यार, ना तो पानी भर जाएगा। कूलर बंद कर दिया भाई। देखो इतने कितना व्यू उजेला दिख रहा है भाई। ये खजूर के पेड़ के नीचे हूँ भाई, देखो ये खजूर। आज कपिल के लिए तोड़ रहे थे खजूर भाई, कपिल के लिए तोड़ रहे थे खजूर, तो बहुत ज़्यादा खजूर आज खाया। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत कम लगे हैं खजूर पके हुए, पता भाई। देखो एक फिर भी तोड़ लेता हूँ, खाएंगे जरूर खजूर। देखो भाई, देखो किस तरीके का खजूर, कितना ज़्यादा मीठा है, पूछो मत भाई, इतना ज़्यादा मीठा खजूर है। देखो बिल्ली का बच्चा आ गया, ये बिल्ली का बच्चा आ गया। ये देखो कितनी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, हरामजादी है, चल हरामजादी चल। एक ये देखो तेस, ये है तेस, इसको बोलते हैं तेस सऊदी अरब में। अंडू को बोलते हैं तेस, तेस बोलते हैं भाई अंडू को सऊदी अरब में। ये देखो बरसीन खा रहे हैं, वही जो पानी में भूसा गेहूँ दाया जाता है वही खा रही हैं ये, वही भूसा। देखो कैसे घूम रही है इस हरामी को, देखो कि थोड़ा भाई पानी यार बाल्टी बाहर कर देता हूँ यार। थोड़ा पानी बाहर कर देता हूँ, चल। भाई बकरी हरामी कहीं पर अगर जो खून तो इतनी ज़्यादा ये हरामी है कि तो उसको मुँह से धापने लग जाती, इतनी ज़्यादा हरामी बकरी है। ये बकरी नहीं है, ये चलता फिरता शैतान है, इतनी ज़्यादा हरामी बकरी है भाई। कहीं पर जो खून रख दे तुरंत आकर उसको मुँह में दाब कर गिरा देंगे, इतनी ज़्यादा हरामी है ये बकरी। बस ये जितनी बड़ी बड़ी बकरी पुरानी बकरी हैं वो ठीक ही है, बाकी इतनी इसकी ये तरीके से बकरी हरामी। देखो ये बच्चे देख रहा, ये तरीके से बकरी हरामी रहती है। देखो किस तरीके पे चिल्ला रही हरामी। सबसे ज़्यादा कोई सी बकरी, देखो भाई सबसे ज़्यादा कोई सी बकरी है। ये देखो ये तेज आ रहा है, ये तेज है भाई, तेज इसको बोलते हैं सऊदी अरब में तेज, अंडू को तेज बोलते हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा क्यूटिया बकरी आइडिया देगी। अभी काफ़ी सारा उजेला दिख रहा है भाई, देखो दूर दूर तक उजेला दिख रहा है। और 7 बज गया सऊदी अरब में। आजा बे आजा, आजा तू भी एक भी लोग में आजा, थोड़ा सा आजा तू भी। गुस्सा दिखावत है, अगर सामने का कैमरा होता उसमें इसके शक्ल दिखता तो चुपचाप खड़ा हो जाता। इसमें कैमरा में इसकी शक्ल नहीं दिख रही, इसलिए नहीं खड़ा हुआ है। ये बकरी को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बकरी है सांड है सांड। चल 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 नहीं चल
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको पकड़ने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा हराम ये बकरी नहीं कहाँ है कहाँ जहाँ कैसा खड़ी होती है ऐसी ना ऐसी नहीं के खड़ी इतनी ज़्यादा ये हरामी है ये मर गई तो सब हरामी है तो बहुत ज़्यादा हरामी सीध ना खड़ी इतनी ज़्यादा हरामी होती है। हाँ भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत होती भाई इनको निकले में बहुत ज़्यादा एक गया तो बहुत ज़्यादा हरामी है ऐसी ना कोई हम मर देने के लिए ऐसी ना कोई अपनी हरामी है बहुत ज़्यादा हरामी है देखिए मर जाने के लिए हरामी या बाज ना आए इतनी ज़्यादा ये हराम करती है आदमी हरामी है पता ना कहाँ होगा इसका पूरी चीज़ खड़ी हो तो क्या होगा इसका पता नहीं हरामी है ऐसी घुमर किया खड़ी हो इतनी ज़्यादा हरामी है बहुत ज़्यादा हरामी है देखो तन गईला भाई बहुत ज़्यादा हरामी है देखो ये किस तरीके से घुमर रही है इतनी हरामी बकरी ये है कभी कभी गुस्सा लगता है ये देखो ये खड़ी है कभी कभी इतना ज़्यादा भाई गुस्सा लगता है कुछ पूछो मत घटे इनको इतना ज़्यादा पीछे ये क्या करें काम कर रहे हैं मैं तो बर्तन डाल दिया 3 बजा है वही 3:10 हुआ 15 मिनट हुआ है बर्तन डाल दिया हो ये बर्तन खा रहे हैं बकरी देखो ये किस तरीके से खा रहे हैं ये मुश्किल से 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा पूरी एक 50 किलो की बंडल आती है बर्तन की तो 50 किलो की खाते 10 से 15 मिनट में खाकर पूरा एक ही चाट तक जाती है इतनी ज़्यादा हरामी बकरी खाती है देखो ये किस तरीके से खा रही है और ये देखो बेचारी खड़ी है ये सबसे सीधी बकरी है ये इसको सभी मारने दौड़ती है जब ये सब खा कर बकरी हट जाएंगी जो थोड़ा बहुत बचेगा तो ये बेचारी खाएगी देखो ये किस तरीके से मुंह बना कर रखा है आजा 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 देखो ये भाई ये बहुत सीधी बकरी है ये किस तरीके से बातें सुन रही है भाई ये कूलर की हवा चल रही इसलिए यहाँ पे गिर गया देखो ये पीछे कूलर लगा बकरी कूलर की हवा खाती है भाई सऊदी अरब में देखो खजूर है भाई बहुत ज़्यादा खजूर पकने लग गया भाई बहुत ज़्यादा मीठे खजूर हैं देखो ये बेचारी खजूर ना तो बस जब मुखाम डालते हैं तब ये मुखाम भी नहीं खाती जब खाकर सभी बकरी हट जाएंगी तब ये बेचारी खाएगी इतनी ज़्यादा ये डरती है सब बकरी थी बेचारी दांत देखो किस तरीके से निकले हैं इसकी इसके कान देखो हवा खा रही है बहुत सीधी बेचारी है बहुत सीधी बकरी है भाई बाकी बकरी बहुत ज़्यादा हरामी है ये भी बहुत सीधी है जो ये आ रही बेचारी खड़ी है किस तरीके से भाई देखो बेचारी ये खड़ी है बहुत तरस आ रही है इतनी ज़्यादा हाथी का तबील पाल है और डरती छोटी छोटी बकरियों की हाँ इन्हें ज़्यादा देर लग जाती है मुँह देखो खीसे काटने लगे ऐसा लग रहा है कि हंस रही है देखो ये हंस रही है हंस ये दांत देखो इसकी देखो बाकी बकरी ये देखो ये हरामी है ये देखो सब पूरे भाई भैंसा कत्ते बकरी हैं देखो ये पूरे खून में नहीं आ रही है इतनी लंबी चौड़ी है ये देखो ये किस तरीके से बरसीन खा रही है इसको देख लो ये इसका भी मुँह देखो कैमरा मुँह देखो हरामी पाला देखो भाई ये हरामी एक बरसीन खाने के चक्कर में जैसे लेकर आता हूँ इतनी तेज़ दौड़ती है बरसीन के पास का खाने के लिए कि गिर जाती कभी कभी गुड्डी लग जाती है इतनी ज़्यादा भारी है बकरी है कि चल नहीं पाती है देखो एक बाकी बकरी खा रही है इस बकरी को देखो सींग देखो भाई इसकी
सींग देखो कितनी मोटी मोटी है। ये अंडू है। इस अंडू के सऊदी अरब में बोलते हैं तेस। तेस बोलते हैं, तेस है भाई, तेस बोलते हैं अंडू को। अब बकरी को बकरी बोलते हैं, अंडू को तेस बोलते हैं, तेस। ये देखो जब दूध पिलाने आएंगे बकरी को, बच्चे को बकरी को पकड़ेंगे। ये बकरी देख रहे हो भाई, इतनी तेज भागती जैसे कि गाते चीता पाने वहाँ क्या भागता है उस तरीके से भागती। देखो कैसे सुन रही बातें, हमें बोला कैसे सुन रही बात। उधर लड़ाई हो गई दो बकरी से। ये देखो पानी वहाँ की इंडियन बकरी है। देखो देसी बकरी है पाने वहाँ की, सबसे छोटी। देखो सब बकरी से डर रही। देखो क्योंकि नए रूम में दूसरे रूम से नहीं, दूसरे रूम में करो बकरी को तो कुल सारी बकरी उसी बकरी को मारने जो दौड़ जाती है, क्योंकि ये दूसरे रूम में रहती थी तो ये अपने रूम के राजा थी। इस बकरी से सब सारी बकरी डरती थी। अब इस रूम में आई तो ये सब बकरी से ये डरती है। देखो बहुत ज्यादा सीधी बकरी है। देखा दे मुंह इसका, दे मुंह देख ले एक बार, इसका मुंह देख लो भाई, एक बार मुंह देख लो कितना लंबा इसका मुंह है। ये पानी वाली इंडियन बकरी है, ये इंडियन बकरी बेचारी खाली पसीना नहीं बरसीन खा रही है। यार भाई अगर जो हमारी वीडियो आप लोग के पास पहुंच गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार भाई लोग। सात साल हो गए, 5 या 6 साल हो गए, लगभग 6-7 साल लगभग। इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक एक चवन्नी नहीं सोशल मीडिया से कमाया। क्यों नहीं कमाए पता भाई, क्योंकि सारा टाइम, जितना टाइम बर्बाद किया हूँ फेसबुक पे तो कुछ नहीं, घंटा नहीं कुछ मिलता है भाई। अब फेसबुक पे क्या, फेसबुक का चैनल भी हमारा मोनेटाइज है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पे $1 भी नहीं बनना है यार भाई। जब 1000 व्यूज जाते हैं तब $1 बनता है। फेसबुक का ये अपने मर्जी से उभरता है, अगर वो उसका मर्जी रहेगा तो आपको $1 देगा,
उसका नहीं मर जाएगा तो आपको डॉलर नहीं देगा। ऐसा फेसबुक का काम है, इसलिए फेसबुक पे नहीं काम करता, बहुत कम काम करता। सारा टाइम बर्बाद कर दिया हमने फेसबुक पे भाई। देखो इन बकरियों को, देख किस तरीके से आंजे पानी से खा रहे हैं। देखो भाई, एक बकरी लगभग पता है वो जो अंडू को बोला हूँ तेज से, उसको गांठ बोलते हैं। वो ही इसका लगभग कितना, हाँ 3000 बोला था। एक लेने आया था तो कपिल बेच रहा था, तो इसका बोला था, कहते 3000 जो लेने आते हैं 3000 रियाल। पूरा पाने वहाँ कर 35,000 रुपया, 35,000 क्या बोले, 65,000 रुपये बने। बताओ पाने और भैंसे के जैसा कत्ता रेट है। जिस तरीके से अपन वहाँ भैंसे की रेट रहती, उस तरीके से यहाँ पे देखो अंडू के रेट है भाई। इतनी ज्यादा महंगाई है यहाँ पे सऊदी अरब में। देखो बकरियों को, देखो भाई ये कपिल सांड लेकर आए हैं। देखो इस सांड को देख लो कितना कर रहा है। कपिल लाया अपने फ्रेंड के वहां से सांड, अपना कर रहा है सांड। देखो कान देव कितने लंबे लंबे, अपना भाई है। पड़ावा कट्टा बड़ा है इसे, आंखों पीछे से पूरा पड़ावा कट्टा बड़ा है इस सांड। क्या खतरनाक कर रहा है, सब बकरी से कर रहा है। देखिए एक ही बकरी ना है कि इसके गात थोड़ा बहुत इसके बराबर में हो, थोड़ा भी बहुत बराबर नहीं है। देखो कितना कर रहा है सांड। 5-6 राबे करें, ऊपर से ये क्यों साउंड लेके आएगा कभी। आएगा देखे तो डर लागत है, लेकिन सीधा बहुत है। ऐसे देखे तो बहुत डर लागत है, लेकिन अकेले का तो भाई सीधा बहुत है। कहीं जो हरामी होता तो ये रूम में आते ही नहीं। जब वो कपिल खुद ही आके डालता, बस मैं तो नहीं डालने आता।
ऐसे ही देख के हवा सड़क जा रही है, कहीं हरामी हो जाता बहुत ही ज्यादा। हवा सड़क जाती कितना कर रहा भाई, ये वीडियो में थोड़ा से छोटा दिख रहा, बाकी बहुत कर रहा भाई। ये हमारे छत्तर बराबर है, ऐसे ही इसका मुंह। अब बाकी जो कहते उठा दे मुंह, तो मुझसे ही कहते बराबर है। देखो दोस्तों, मैं आया हूँ इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए। देखो ये बच्चे इतने भारी भारी, इनके सींग देखो, ये 8 है, इनको दूध पिलाना है। तब तक देखता हूँ ये बकरी का पानी पूरा खत्म कर दिया, इसलिए पानी चालू कर दिया। चालू कर दे, फिर उसके बाद में दूध पिलाएंगे बकरी को। कितनी ज्यादा आफत कर रही है, देखो कितनी ज्यादा हरामी है। ये रहे बकरी, देखो देख कितनी ज्यादा हवा चले भाई। भाई इतनी ज्यादा हवा चले कुछ पूछो मत, बहुत ज्यादा हालत खराब। आखिर कौन नहीं मिलता है, इतनी ज्यादा हवा चलती, इतने ज्यादा बालू उठता है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। देखो ये किस तरीके से बरसी, खजूर का देखो किस तरीके से हिल, इतनी तेज हवा है भाई। चल लेता हूँ, ये बाल्टी ये भरी है पानी की, चल देगा तो बंद कर देता हूँ मोटर को। इसके बाद बच्चे को दूध पिलाता हूँ। भाई बहुत तेज हवा से, बहुत तेज चल रही हवा, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जा रही इतनी ज्यादा हवा चलती है भाई कि मत, ये आखिर कौन नहीं मिलता है, उठा नहीं मिलता जो के चले। इतना ज्यादा बालू उड़ता है भाई, देखो भाई।
देखो दूध कितना कर रहा खड़ा भाई। कितना तगड़ा ये अंडू है भाई। देख कितना कर रहा है, कितना भाई तेरा पूरा पड़ावा करता बड़ा है भाई। देख कितना भारी हिंदू है। बहुत ज्यादा हवा चल रही तेज भाई। इतनी तेज हवा चल रही कि भाई कुछ पूछो। देखो हमारे पीछे आके खड़ी हो गई। ये बहुत ज्यादा हरा दे दिया, ये बहुत हरा दिया। ये देखो बकरी, इसका पेड़ देख कितना भारी। बाकी बकरी देखो, वो बच्चे बाहर, उन्हीं को दूध पिलाना है। बाकी दूसरे रूम में है जिसपे तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। बस ये 8 बच्चे इनके मामा नहीं मर गई है। इनको लाल पकड़ के लाते दूध पिलाने के लिए दूसरे बकरी के पास। चलो भाई दूध पिलाने के लिए बकरियों को पकड़ कर। बच्चे बहुत ज्यादा आफत कर रहे कि कहीं केबल उबल काट दिए तार का तो बहुत ज्यादा आफत हो जाएगी। एक बच्चा 1500 रियाल का है, 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा। देखो ये साला कैसे खड़ा है, पूरा पड़ावा भी जैसा है पूरा साड़ है, साड़ी देख रहा है। जब साड़ बोल रहा तो देख रहा है मुझे। कान कितने भारी भारी लिख रही है इसकी।